ham jalab narsa yeydimi? Onasini yesa mol yemasa kerak, mol. Yeydimi? 3 million 700 minglik narsa. Qo'ydi mana bu shoh bor edi shu yerga. Nima dedi shoh? Menga telefon qildi soat 5 da. Men ko'rmayapman. Keyin efirni ochib padilitsa qilishni kirsam, 4 odam bilan o'tirgan ekan. Keyin go'shni ko'tardi. Ha desam, meni podvalga qamab urishdi men ular dedi. Qattasan desam, bilmayman dedi. Keyin bitta bolani chaqirdimda, bu qatta bu desam, Toshkentda bu dedi. Qayerda bu desam, Sergelida dedi. Mana shunaqa joyda nima bo'ldi desam, aka bular o'tirdi, ikkita brat bilan kelishdi, ikkita brat tashab ketdi, buni ketib yorishdi. Buni o'zi qolib ketibdi, biz ko'rmay qolibmiz. 3 million 700 ming shot bor bo'ynida. Bular yeb ichar qilishgan, hozir bermayapti, puli yo'q ekan dedi. Keyin men aytdimki, chekka chiqaringlar dedi. Chekka chiqaringlar. U nechta pul bo'lganini ko'raylik. Unga qarab ish tutamiz deb o'tirganimda keyin hamma kelishni boshladi. Shu bilan hammani ko'tarib alg'ov bo'lib ketdi. Bu yerdan to shu buni yurti qayer, buni makoni qayer? Namangan. Bilasiz opam? Bu yerda taksi bormi? Bor, Qo'yliqdan bo'ladi. Menga qara. Buni shunday ushlaganda borib turib, shunday taksiga o'tirg'izganda ko'tiga bitta tepganda jinnaxi yo'qoldi. Tamom. Boshingga nima qilasan g'avg'o o'tirib? Ne, men prosta bu o'zi kesun buni qo'liga pul berish qilsak, bu shu yerga yana ichish qilmaydimi? Ichadi o'zgalar. Ketadi. Endi ham ko'zi ochilgandi. Endi ham ko'zi ochilgan. Ko'stiga skayni aku dastavchiga emas-ku bu. Ki polni bu taksiga mindirish, yana buni prejavat qilmaysan-ku buni. Qo'yliqdan chiqarib yubor axir keladi bu yoqqa. Qo'yliqdan. Bo'lmasam Telegramda Toshkent Namangan bor. Telegram kanalida taksilar bor. Hozir bir yer Chinokor mu brat? Chinokor? İnce Chinokor açma mı? Qo'yliq açma. Ha Chinokor açma men Tepeja Dravmat taksi. Chinokormi? Chilonzor Yiban. Ha Chilonzorga taksi jo'nataman, taksi. Bunisi ham birganda jalab. Ya unga ham hech dars bo'lmayapti-da aka, men necha marta tushuntiryapman. Dars bo'lmayapti bu bolaga. Bu birinchi marta emas. O'zagini yaxshi donatorlari bilan gostiga o'tirgan paytda men chiqdim. Men aytdim, "Sher" dedim. "Uyni buzib qo'yibsan" dedim. "Buni dedim jalab yomg'ir yog'mas turib yopib ol" dedim. "Harakatini qil. Uyga harakat qil" dedim. Yig'ishtir qizlar ketidan chopishga, oshna ovozlikni Toshkentga chopishga yig'ishtir. Ozroqgina dedim. Harakat